alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan birga Bekzodjon va Bekzodjon o'z kanali. Sizlarning ham videoroligimizda ko'p turganda bo'latursaman. Qadrli do'stlar, bugungi videoroligimizda mebellarning narxlari va qo'lda yasalgan talablarga javob beradigan natijalarga erishgan do'kon haqida gaplashib o'tamiz va iloji boricha ko'rsatib, narx-navolarni ko'rsatishga harakat qilamiz, qadrli do'stlar. Manzilimiz Ipak yo'li Diyor ko'z klinikasining yonida. Qani bo'lsa, sizlarni ko'p kutirmaymiz va videoroligimizni boshlaymiz. Ketdik. Xo'p, bo'lmasam aka, bu nimadan yasalgan endi bular aka? Bular ko'hni uголокlar laminatdan tayyorlangan. Bular 1.400.000 dan bo'lyapti narxi. Hammasi o'zimizda tayyorlangan. Mana shu turishi 1.400.000. Mana shu turishi 1.400.000 dan haddan. Ikki xil varianti bor. Ikkita taburetkasi bor. Keyin bag'i ochiladi, sandiqga o'xshab. Ochiladi, ichiga idish-bidish taxlab qo'ysa ham bo'laveradi. Sandiqqa o'xshagan. Sandiqga o'xshagan. Keyin dalshi kirdi, yoqda mehmonxonaga uголокlar bor. Keyin bular mehmonxonaga uголокlar spalni bo'ladi. Как положено 3,5 milliondan deyapmiz, kelishtirib beramiz. Har qanaqa udobnosida bor, har qanaqa sveti tayyorlab beraveramiz zakazga qarab. Bular bor, spalni bo'lmaydi. Bular 3.400.000 dan deyapmiz. Kelishtirib beramiz yo'lda. Dastur 3.400.000 mi? 3.400.000 mana shu turish. Mana shu domaloq holati-shu. Ikkita to'michkalari bor. Hammasi materialdan ishlangan. Bu stolimiz 8 kishilik. Materiallari lesvakdan bo'lgan. Bular narxi 1.600.000 deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Bu ham 8 talik bo'lyapti. Bular arzonroq, bular 1.400.000 deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Bularning ham materiallari lesvak. Bular 12 talik stolimiz. Bularning gabariti ham kattaroq. Ularga qaragandan ko'ra, o'tiradigan joylari ham keng, qulay, hammasi joyida joylashgan. Bular 2.200.000 deyapmiz. Yo'lda qilib beramiz. Har qanaqada. Bu ikkovi bir xil, faqat rangida farqi bor. Bu ham o'sha 2.200.000. Bu ko'hnalarimiz. Ular laminatdan qilishgan. 2 metrli. Bularning narxlari 1.800.000 bo'lyapti. Tayyor rakvina o'rnatilgan. Pechlarning joyi bor. Hammasi kelishgan holda. Bu ko'hnamiz MDFdan tayyorlangan. Bular orqalari kafel, как положено. Oshiq-mashiqlari vakuumli bo'lgan. MDF ishlar. Akril ishlar. Bular 2 metrli, bular 2,5 million bo'lyapti narxi. Bu ham MDF ish, kafel, как положено. O'zimiz tayyorlangan. Bular ham 2 metrli, uzunligi, balandligi 1.95-90 chiqadi. Narxi 2,5 million. Bu ham MDF ishlar. Bu ham kafel urilgan, oshiq-mashiqlari vakuumli. Buni ham balandligi 1.90-95 chiqadi. Narxi 2,5 million. Bunisi 240. Bunisi 240 bo'lyapti. Uzunligi 240, balandligi 1.95. Bular 2.800.000 dan. Tayyor kafel urilgan. Keyingisi oq svetda. Bu ham MDF ish. Tayyor kafel urilgan. Oshiq-mashiqlari vakuumli, как положено.
Orqalari DSP'dan bo'lgan. Narxi 2.800.000. Balandligi 1.90, eniga 240 bo'lyapti ular. Keyingisi bu MDF akril ishlar, MDF ishlar. Bu 1.70, eniga 1.70, balandligi 1.90. Tayyor kafil urilgan. Bular 2.300.000 bo'lyapti. Yo'lda kelishtirib beramiz. Shkoxinni eniga 1.20, balandligi 1.90, kafil, как положено, orqalari DSP, oshqi-mashqlar vakuumli. Bular 1.400.000 bo'lyapti. Kelishtirib beramiz. Bu ofisning uголок. Mana shu turishi 1.200.000 deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Bu ko'xinlarimiz akril ishdan, akril, orqalari DP. Eniga 2 metr, balandligi 1.85 bo'lyapti. Bularning hozir hammasi bir xil. Bir xil 2 metrlik standartni. Просто zakrit holati bor, keyin ochiq holati bor. Qanaqa variant to'g'ri kelsa, qanaqani udobsa tayyorlab beramiz. O'zimiz sext tayyorlayapmiz, ha. Bularning narxi standartning 1.700.000 dan bo'lyapti.